Biz bilgandik, biz kutgandik shunday kunlar kelishini dedi-yu. Mana 45-44 ming pound bilan sal qoldi mana bosib qolishim. Kecha kuni mo'yka qilmoqchi bo'lib erinib, treylerni uzib bo'pti o'zini olib kirgani erinib, mo'yka qilmoqdi. Yaxshi ham qilgan ekan. Alloh yaraydi. Biz bu yukda Kaliforniyadan New Jerseyga olib ketyapmiz. Amerikaning u chekkasidan bu chekkasiga ketyapmiz. 2700 mayl. Где-то 4,5 ming kilometr bo'lsa kerak. Plus minus ham точно bilmayman hozir. Kalla ham ishlamay qolyapti. Lekin $2 pastga ketyapmiz. Уже вот ekan. Уже flatbed cho'kib boryapti deydi. Dravender ham bo'lyapti aka, dravender. Yozinglarchi. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Buni yengil shamol deb hisoblaymiz. Oldinda bundan da battar bo'ronlar keladi. Bo'ronlarga tayyorgarlik ko'rmoq lozim.